Assalomu alaykum. Asalar ishqibozlari, aka-ukalar. Mana yashiklarimiz bitdi, xudo xohlasa. Zakaz asosidan Andijon viloyatiga qilib berdik. 3 xonali yashiklarimiz, 2 xonali yashiklarimiz. Bu tarafda 1 xonali yashiklarimiz ideal holatda bitdi mana akalar. Ko'rib o'zlang baho berasizlar. 14 romkali 1 xonali yashiklarimiz aka. Bular 10 tadan 20 ta romka tushadigan yashiklar. Bular 7 tadan 21 ta romka tushadigan yashiklar. Yashiklarimizni hozir mana ichki holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ichki holatini so'ragan akalarimizga yashiklarimizni ichki holati mana. Romka tushadigan joyi 5 sm bo'lib ochilgan. Tunikaning tagida falga qog'ozlar bor, 1,5 sm taxta qoqilgan akalar. Holat mana yashiklarimizni. Bunaqa troslari ham bor, qopqog'ini ushlab turadigan troslarigacha qo'yib qo'yganmiz.